Demak, bizda hozir ChatGPT va Grok ilovalari tayyor. Endi yana bitta bizga sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Juda ham aniqlikda rasmlarni generatsiya qilib beradi. U ilovamiz, u ilova oddiy ilovada emas, u sayt orqali kiriladi. Demak, telefonimizda hammada Google bor. Google'ning ichida Chrome ilovasi bor. Chrome ilovasiga kiramiz. Chrome ilovasiga kirgandan keyin yuqori joyga tepaga, ya'ni qidiruv joyiga Flow deb yozamiz. Flow W bilan yoziladi. Endi Flowga pereyти qilamiz, ya'ni kiramiz. Kirganimizdan keyin, ya'ni qidiruv tizimini bosganimizdan keyin bizga mana bunday ilovalar chiqib keladi va bizda mana Flow Labs bor. Demak, bunga kiramiz. Flow Labsga kirganimizdan keyin bizda mana bunday oyna ochiladi va bu yerda mana yuqoriga qaraymiz, e'tibor qilamiz. Установите приложение. Установить. Agar mana bu установитni bossangiz, programmasini yuklab beradi bizga. Va bu programma orqali ham keyin kirsak bo'ladi. Play Marketda bu programma yo'q. Shuning uchun biz ilovadan yuklab olamiz. Yuklab olsak, bizda ishchi stolimizda mana bunday ilova hosil bo'ladi. Mana pastda FH degan ilova hosil bo'ladi. Bunga kirsak, o'sha boyagi Flow ilovasiga kirib kelgan bo'lamiz. Xo'p, boyagi joydan davom etamiz, ya'ni ochgan Chrome ilovamizdan. Bu yerda Create with Flow qilamiz, ya'ni Flowga kirish. Bosdik, Flow ilovasiga olib kirib keldi. Yana create qilamiz. Create qilganimizdan keyin bizdan account so'raydi. O'zimizning Gmail akkauntimiz mana boyagi Shuhrat Elboyev Gmail akkaunt. Bu sizda o'zingizning ism familiyangizga, ya'ni telefoningizga ochilgan Gmail akkaunt bo'ladi va buni bosib kiramiz. Sizdan so'raydi, ha yo'q, ha hammasiga ha bosib yuborasiz. Mana bizda uje burchakda e'tibor qilsangiz, Gmail akkauntimiz bilan kirib oldik. Sizlar proyekt orqali kirib, mana bu sun'iy intellektni ishi tayyor bo'ladi va biz bemalol rasm, video generatsiya qilishlarini ko'rib o'tamiz. Va bu haqda sal keyinroq. Agar siz ilovani o'rnatib olsangiz, ilova xuddi shunday bosamiz. Bu yerda chiqadi va biz mana bu yerda Google akkauntni qo'shib olishimiz kerak. Bunda ham kiramiz, single in, ya'ni kirish, Google orqali kirish bosamiz va kirdi. Mana Shuhrat Elboyev bilan meni o'zimning Gmail akkauntim bilan kirdi va bu yerda pastga tushamiz. Pastda mana bu yerda Запустить Flow, ya'ni mana bu Запустить Flow'ni ishga bosamiz. Va bizda Flow ilovasi mana xuddi o'ziday ishga tushdi. Sozdать tugmasini bosamiz va bizda ish jarayoniga tayyor. Rasm va video generatsiya qilish uchun buni keyingi darslarimizda o'rgatib o'taman.